Alaykum do'stlarim, like bosib charchamayapsizlarmi? Geji YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Xo'p, bugungi video roligimizda Dynamic Stars'dan bitta agent olib qo'yganmiz. O'shani ochamiz bugun. Xo'p. Bo'lmasam biz video roligimizni boshlaymiz. Sizlar like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yib, kommentariyada yana qanaqa videolar qilishimni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Qani bo'lmasam biz keyin yana ozgina mana bu kuchaymagan o'yinchilarni kuchaytirishga harakat qilamiz. Qaysiga kuchaytirsak yaxshi? Hop, menimcha ikkitalik fitnessga kuchaytirganimiz yaxshi. Bo'lmasam birinchi oldin kattalashtirib olishimiz kerak. O'yinchilar sonini kattalashtirdik. Endi 2 marta kuchaytirish imkonimiz bor bizning. Uni mendeshga tushdi. Hop. Yana bitta fitness kuchaytirib olamiz. Yaxshi, bastoniga tushdi. Bastoniga tushgani yaxshi, urishini ham yaxshi. Tepadagi 3 ta arnusiga tushgani yaxshi, kuchidan tashqari. Uji full bo'ladi. Yana 2-3 ta kuchaytirish bersak, bastoni yaxshi, urishi ancha yaxshi ketyapti lekin. Bo'ldi, uji texnika berish kerak. Mendeshga hop, har doimgidek rivaldan kuchaytiramiz. Tezlanish, mayli. Hop, udari. Kontroli kuchaytiramiz. Yaxshi, ancha yaxshi kuchaydi. O'sha endi qizil agentimizni bosamiz. Sizlar like bosib, obuna bosib qo'ygan bo'lsanglar, biz boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kim Husanovga o'xshayapti lekin ko'rinishi yaxshi, oppoq. Yo'q, 27 raqami. Boshqa o'yinchi bo'lsam, Husanov emas. Yo'q, o'sha Husanov emas. Yarim himoyachi bo'lish kerak. Ait Nouriga o'xshayapti. Ait Nouri Manchester City o'yinchisi. O'sha menimcha aytgan o'yinchim tushdi. Lekin bu o'yinchi menga unchalik yoqmaydi. Yo'qsa ham davlati ham pokistonlik, unchalik yaxshi emas. O'yinchilarni tushirib o'ynaymiz. Lekin Barkola tushgani vashsiy dahshat bo'ldi. Chunki Fransiya guruh bosqichidan chiqib, finalgacha ham chiqib boradi. 100%. Ana hamma qizil o'yinchilarni tushirib olamiz. Bu yerdan Hakimini ham tushirib qo'ysak, Yamal bilan zo'r bo'lardi. O'zim o'ynaymiz. Turkiya ham chiqib ketdilar, lekin o'rtoqlar Jahon chempionatidan. Bizda ekan qopti, biz boshlaymiz. Hop, uzoqdan udar. Gol bo'lgandek ko'rinadi menga. Wi-Fi yana qo'yapti. Barkola tiq, yaxshi. Bruno. Hop, mana bastoni yaxshi qopda yopib qo'ydi. Fitnessga kuchaytirganimiz yaxshi-da, chunki Barkola 82 bo'lgani uchun tabiiy o'tib keta olmadi. Hop, yaxshi Gabriel. Oyoqdan chalganda qizil berish mumkin edi, xatolik. Xato pas, yana bitta xato pas. Prosta raqiblar mesmasda o'ynayotdim-da. Raqiblar mesmasda o'ynash oxiri mag'lubiyatga olib keladi. Ko'zing yo'lamay o'lgurib, bonusi bor ekan. Ait Nouri bilan zarba berib ko'ramizmi? Yo'q. Chouameni olib qo'ydik qopdi. Saliba ham hozir chiqadi, bilaman.
Mana bastoni yaxshi. Aytnur endi o'ynatib ko'rdim. Bilmadim endi qanaqa o'ynashini. Yaxshi Gabriel kuchuk. Hajabi shtrafni ham bermaydi. Barko'li o'tib ketmaganiga yarasha. Oddiygina urib qo'yadi, oddiygina. O'zi jahli chiqar reaksiyani bosatdi, bitta gol urib oldi. Tiq. Barko'li lekin tiqadigan joy edi. Buni yaxshi turibdi-da. De Bruyne ham mana chichib qo'ydi, pas berishi. Opa, o'tmadi ichiga pas. Kanalga yangi kelganlar bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esidan chiqmasin. Biz bu yerda chichib o'tiribmiz har doimgidek. Do'stlar, nega agar kanalda ko'proq videolar chiqmoqda deydiganlar bo'lsa, hozir o'qish, keyin mana shunaqa narsalar bilan vaqt yetmoqda ko'pincha. O'shaning uchun videolar ara-arada kam-kam chiqadi. Buni to'g'ri tushunishinglar kerak. Chiqib ketdim raqib o'yindan. Uje bosmoqchi ham. Chiqib ketdi. 45-minutda urganimizga alam qilib. Yana internet muammosi bilan har video kamida bir ikkita videodan bittasida internet muammosi bo'ladi-da. Connection problems. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga. Reklamadan qutulish eng zo'r yo'li. Lionel Messi bilan hech kvarashish kelyapti. Lionel Messini ham olsak bo'ladi, lekin birinchi men bu o'yinchilarni fulq olish kerak edi, keyin Messini olish kerak. Bitta legendarniy agent ochamiz, qani kim tusharkan? De Jong tushdi. De Jongni olamiz, keyin sotib yuboramiz. Ublik tushdi. Agar oddiy o'yinchi tushganda olardim. Ublikni kerak emas. Fitnessga beramizmi yoki texnikaga? Texnikaga bersak ham bo'ladi, mayli, fitnessga beraylik. Ishqi Mendesga tushmasin-da. Mendesga tushsa ahvolimiz tang. Yaxshi, Bastoni bilan Olisega tushdi. Bastoni yana ikkita kuchaytirgandan keyin full bo'ladi. Xo'p, mana do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video kimga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga xayr, rahmat.